Xodimni qanday qilib ishdan chiroyli bo'shatishni bilasizmi? Ishdan bo'shatish ham bir san'at. Xodimni ishdan bo'shatish bu HR menejer yoki rahbar uchun juda ham murakkab vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonni to'g'ri boshqarish, xodimning obro'sini saqlab qolish, kompaniyaning madaniyatini buzmaslik va kelajakdagi salbiy ta'sirlarni kamaytirishda muhim o'rin tutadi. Birinchi, yaxshi tayyorgarlik, qarorni o'ylab ko'rish. Xodimni ishdan bo'shatish qarori uzoq vaqtdan beri o'ylangan bo'lishi zarur. Qaror qabul qilishda quyidagilarni tekshiring. Xodimni ish faoliyatidagi yoki kamchiliklarini aniq biling. Ish joyidagi shartlar, xodimga berilgan imkoniyatlarni qayta ko'rib chiqish. Bo'shatish uchun huquqiy asoslar, shartnoma va kompaniyaning siyosatiga muvofiqligini tekshirish zarur. Yig'ilish uchun mos vaqtni tanlash zarur bo'ladi. Ishdan bo'shatish uchun yaxshi vaqtni tanlash zarur. Xodimni o'sha kuni stressli yoki band davriga to'g'ri keladigan bo'lsa, buni biroz surish zarur bo'ladi. Odatda bo'shatish jarayonlari kunning oxirgi soatlarida yoki hafta kunining oxirgi kunlariga to'g'ri keladi. Ikkinchi, xodimga to'g'ridan-to'g'ri ochiq muloqot o'rnatish. Xushmuomalalik bilan suhbatni boshlash va unga doimo hurmatni ko'rsatish. Sabablarni aniq tushuntirib berish zarur bo'ladi. Bo'shatishdagi qanday sabablar unga turtki bo'lgani, nima uchun u bo'shatilayotganligini chiroyli, to'g'ri, aniq tushuntirib berish zarur. Uchinchi, ehtiyotkorlik va shaxsiy hissiyotlarni boshqarish. Ishdan bo'shatish bu xodim uchun juda katta zarba bo'lishi mumkin. Yumshoq va samimiy tarzda suhbatlashish zarur bo'ladi. Xodimga yordamga tayyor ekanligingizni bildirishingiz zarur. Nima uchun bo'shatilayotganligini tushuntirish, samarali va odob bilan aytish zarur bo'ladi. To'rtinchi, to'g'ri va samimiy yakunlash. Kelajakdagi yordam va imkoniyatlar haqida bo'shatilayotgan xodimga gapiring. Rekomendatsiya yoki tavsiya xati agar mumkin bo'lsa yozib berishingizni ayting. Karyerasini rivojlantirish uchun unga qo'shimcha ish o'rinlarini taklif qilishingiz mumkin. Xodimga shuningdek ishga qaytish imkoniyatlari bo'lsa, bu haqida ham ma'lumot berib o'ting. Bo'shatish jarayoni yakunida xodimni kompaniyaga qo'shgan hissasi, mehnati, faoliyati haqida tashakkur aytishni unutmang.